Assalomu alaykum, xayrli kun hammaga. Xudo xolasa mana Qo'qonboyimizning yangi qurilayotgan masjidiga bugungi birinchi poydevorini quyilishiga, birinchi steyajkasini quyilishiga mana birinchi mikserimiz keldi. Xudo xolasa mana shu masjidning qurilishiga hissasini qo'shgan musofirdagi, butun O'zbekistondagi mana shu yordam qilib turgan do'stlarimiz tanjonlari sog' bo'lsin. Alloh topganlariga barakotini yog'dirib qo'ysin. Umrlarini, rizqlarini barakotli qilsin, iymonlarini doim hamroh qilsin, iffat bilan kifoyani bersin, ofiyatni bersin. Xudo xolasa mana bugungi birinchi beton quyilishi jarayoni, mana shu betonni birinchi quyilishida sobit turganlar, xudo xolasa oxirigacha birga bo'laylik. Xudo xolasa mana shu masjidimiz oxirgi betoni quyilayotganda ham qatorlarimizdan xato bo'lmasdan tinch omonlikda yurib, o'zlar bilan bitkizib masjidni qad rostlab topshirib olishimizni Parvardigor o'zi xohlasin. Musofirdagilar, mana shu bizni ko'rib turganlar hammalaringga duo qilib qo'yasizlar. Mana shu qilinayotgan ishlar sizlar bergan ehson, sizlar bergan pullarga bo'lyapti, men bilan yoki kimdir puliga bo'lmayapti. Mana shu masjid hammamiz uchun qurilyapti. Har bitta insonning hissasi qo'shilgani uchun Xudoyim Parvardigor mana masjidimizni qurilishini o'zi xohlab, mana birinchi beton quyilishi jarayonida turibmiz. Duo qilib qo'yasizlar. Xudo xolasa masjidimizni oxirgi beton quyilishi, TVga qad rostlaganda ham quyilishiga kunlarda ham mana shunaqa videolarni qilishimizni, qatorlarimizdan xato bo'lmasdan topganlarimizga barakotini yog'dirib qo'yib, masjidimizni chiroyli bitirib olishimizni Alloh o'zi xohlasin. Duoda bo'lasizlar jigarlar.